Qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz, Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Kazan Ufa yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Hozir ayni damda avtobusning ichki qismidamiz. Yo'lovchilarimiz pasatka jarayonlari tugab joylashib olishgan. Oldin hamda orqa o'rindiqlarda bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir yo'lovchilarimiz ham kayfiyat a'lo darajada. Hozir yuradi, hozir. Assalomu alaykum, qayerda bo'lasiz? Moskvaga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? Sizga to'g'ri keldimi? Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Rahmat. Unda sizga quyosh to'laymiz, yaxshi bo'ling. Assalomu alaykum, qayerga kelasiz? Moskvaga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? 860. Biletni qayerdan qildingiz? Chetda kassadan. Kassadan. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz. Rahmat. Qonuniymi? Qonuniy. O'xshayapti. Oy. Qonuniy. O'zingiz Birinchi marta ketishlari ekan. yo'q, mayli, birinchi marta bo'lsa ham biletni chiptaxonani o'zidan oldingizmi kassadan? Kassadan oldik. Assalomu alaykum, qayerga ketasiz? Moskvaga bilet qayerdan xarid qildingiz? Oldin foydalanganmiz. Avtobuslardan foydalanganmisiz? Birinchi marta. Hozir qulayliklar qanday sizga to'g'ri? Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Mayli, unda sizga quyosh to'laymiz. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Bilet narxlari sizga qulay keldimi? Hozirdan avtobusdan foydalanyapsiz. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agar sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslaridan qatnashni xohlasangiz, bizni emas, Toshkent shahar sobiq raqamli avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, yetarlicha savollaringizga javob olishingiz mumkin va joyingizni biroq qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr-salomat.